Ekonom va novator suv hisoblagichlarni taqiqlashmoqchi. Nima qilish kerak? Jarimaga tortishadimi? Demak, agarda siz sertifikatlangan original suv hisoblagichlarni sotib olgan bo'lsangiz va uni to 2023-yilgacha o'rnatishga ulgurgan bo'lsangiz, unda to 2030-yilgacha xavotirlanishga o'rin yo'q. Ya'ni hisoblagich pasportida ko'rsatilgan qiyoslash sanasidan boshlab 8 yil davomida u amal qiladi. Diqqat, o'rnatilgan sanasi bunga kirmaydi. Ammo siz bozordan aytaylik 5-10 ming arzonlik evaziga xarid qilgan bo'lsangiz, endi bu ko'proq kontrafakt chiqib qolishi mumkin. Sertifikat esa oddiy tualet qog'ozidan farqi yo'q. Bu yerda endi omadingizga bog'liq. Ehtimol siz katta jarimaga tortilmassiz va chetlab o'tishingiz mumkin. Ehtimol. Umuman olganda esa bundan bu yo'g'iga tekis joyda o'zimga bosh og'riq orttirmay desangiz, tekshirgan do'konlardan, ya'ni shotchiguzdan xarid qilsangiz maqsadga muvofiq. Yana bitta narsa, shotchi ishlatsangiz to'lovingiz o'rta hisobda 5 barobar arzon chiqadi. Yangi hisoblagich esa o'rta hisobda 2-3 oyda o'zini oqlaydi, tekshirilgan.